Eng arzon sotiladigan yumshoq mebellarni optim joyiga yetib kelganmiz. Donaga ham optimga ham qilib berishaveradi. 1.700.000 so'mdan boshlab 10 million so'mgacha bor ekan. Kelinglar, video davomida sizlarga aniq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Dastlabki Ramazon oyiga Akramjon akam sizni obunachilaringizga vodiy bo'ylab mutlaqo tekin qilib beraman. Faqat Ramazon oyi ichi deyaptilar. Bir boshdan endi materiallar, sifatlari, nechta odam sig'adi, qanaqa holatda hammasini video davomida Akramjon akam o'zlaridan ma'lumotlar berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Akramjon aka, charchamayapsizmi, Suyums aka? Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Rahmat. O'zlaringizning ham kanallaring bor aka. Kanalimiz bor. Vodiy mebellari. Vodiy mebellari. Demak, yangiliklar doimiy qo'yib turasiz videolarni. Kuzatib tursa bo'ladi. Misol klientga yuklab chiqarayotgan holatlaringiz. Aka, keling bo'lmasa bir oshdan ma'lumotlar beradigan bo'lsak, so'raganlarga tayyorlari bor. Bor albatta. Ko'pini egasi ham bor albatta. Egasi ham bor. Imkon qadar chiroyli holatda qilib beriladi. Keling, o'ng qo'ldan tanishtiravramizmi aka bo'lsam? Hozir 1 minut. Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilar. Hammalaringga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Xudo xolasa qo'ldan kelganicha mana Ramazon oyiga aksiya qilib chiqardik. Narxlarni bir qator tanishtirib, bir qator obzorni qilib o'tamiz. Xo'p, aka, qaysi tomondan boshlasak bo'ladi? Bu yerdan boshlaylik. Boshlaymiz qani? Razmerga keladigan bo'lsak, 430 ga 230. Uning kishilikka mo'ljallangan xona stoli bilan birgaligida bularimiz Zimeka Purjina, Sveti Delfin rang deb aytiladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, hamyonbop 4 million so'm. Xo'p, yana bir narsa, Ramazon oyi uchun dastavkasi vodiy bo'ylab mutlaqo bepul Ramazon oyi ichi. Ramazondan keyin kelishilgan narxda xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Keyin yana bizning bitta qulaylik tarafimiz, musofirdan turib, boshqa joydan turib bizga onlayn buyurtma qiladigan bo'lsa, buyurtma uchun 200 ming so'm oldindan zakalat puli to'laydi. Mebelni qabul qilib olgandan keyin qolgan to'lovini uyida 100% amalga oshiradi. Demak, tekshirib ko'rib, tushirib olib qolgan pulni berishaveradi. Shunday qiladi, shunday albatta. Musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz ham to'lov qilsa, uydagilarga surpriz qilib, ovorib ham berilaveradi. Shunday qiladi. Pulidan jicha ko'proq beraman, o'zlaring ovorib beringlar desalar, kelishsinlar. Ha, xizmatini qilib beramiz, xudo xo'p, xolasa. mana orqalari ham xudo xolasa pardali ekan, arta ishlar to'g'risida behijolat, to'rtta tumbasi bor, xona ham bor dedi-ya. Xona ham bor, komplet narxi 4 million so'm. Bu ishimiz 3 million 600 ming so'm. Bu ham spalni, ham ugalov bo'ladi. Ikkitasi bittada. Ha, bu ikkitasi bittada mana. Bu ham kerak emas paytda yig'ishtirib, hali tor joylarga yaxshi ekan. qo'yilaveradi. Oldida chamadoni ham bor. Qancha-muncha ro'zg'ordagi narsa kirib ketaveradi. Kirib ketaveradi. 3 ta bolishi ham bor. 3 ta bolishi ham bor. Xo'p, endi buni ranglarni bemalol tanlashaveradi aka. Ha, ranglarini bemalol tanlashaveradi. Qanaqa svet desa qilib beraveramiz. Narxlar behijolat ekan, xudo xolasa. Narxlari hamyonbop, yo'lida. Oilaviy bo'lgani uchun narxlar arzon chiqaverar ekanda. Xudo xolasa shunaqa o'zimiz ishlab chiqaramiz. Navbatdagichi? Bunimiz razmeri bunaqasiga 2 metr, eniga 270. Bularimiz ham spalni bo'ladi, ham ugalok. Bunimiz ham spalnigi bu yerdan chiqadi. Ha, ichkaridan chiqaveradi. Ichkaridan spalnigi chiqaveradi. Mana spalni bo'ladi shu holatda. Ikkita tumbasini ham qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Ha, ikkita pufigi ham bor. Faqat shularimizda, basha ishlarimizda bu ikkalasida anaqasi yo'q, xonlari yo'q. Xona stoli yo'q. Shu narxda bunimiz 4 million 600 ming so'm kelishtirib beramiz. Endi pulini qo'shib bersa, xon qo'shib beraveramiz. Ha, xon qo'shib beramiz. Qanaqa xon desa chiroyli qilib beramiz. Pufilari ham katta ekan, aka, kichkina emas. Pufiklari ham katta-katta, mana ko'ryapsiz. Odam bemalol erkin o'tiradi. Shohona mana, qaranglar, juda ham. Bundan keyingi ishimizga keladigan bo'lsak, bunimiz o'ta katta ish. 530 ga 230. Pampers Purjina, Turetskiy poson, Kalyonli xoni bilan xonimiz 85 ga, bunaqasi 2. Ikkovining razmeri 4 metr hisoblanadi. Narxi 10 million 500 ming so'm. Nechta odam sig'adi aka? Bunga 20 ta odam sig'adi. Bitta katta ehson to'y ham o'tkazib yuborsa bo'larkan hozirgi kunda. 20 ta odam sig'adi. Endi bu yerda mana ro'zg'orbob ishlarimiz bor. Bu ishimizga keladigan bo'lsak, 230 ga 330 razmerlari Zimeka Purjina xona stoli bilan birgalikda narxi buni 3 million so'm ekan. 3 million so'm. Hamyonbop ekanda. Ha, hamyonbop, narxlari ham qulay. Boshqa sotuvchilarga qaraganda insof bilan ancha yo'lida qo'yganmiz. Oz-oz, tezda sotish maqsad. Xuddi shunday. Keyingi ishimiz Turetskiy poson, Chester deb nomlanadi. 230 ga 330 Pampers Purjina, pufigni razmeri 50 ga 70. Sifati yaxshi. Narxiga keladigan bo'lsak, 5 million so'm bunimizning narxi. Bu ishimiz undan ko'ra 1 metr katta Zimeka Purjina, Trish deb nomlanadi. 430 ga 230. Xona stoli bilan bunimizning narxi
4 million so'm. 4 Ramazon million so'm. oyi ichi vodiy bo'ylab mutlaqo bepul dastavka. Ramazondan keyin kelishilgan narxlarda Aha. qilib beramiz. Xo'p, Akramjon aka, qo'shni davlatda aka-uka opa-singillarimizga chegaragacha olib beraverasizlarmi Olib aka? borib beramiz. O'zlari Olib borib- olib ketishadi. Ha, chegaragacha olib borib beramiz. Qirg'iziston do'stlik chegarasidan Aha. o'tkazadi, olib borib beramiz. Keyin yana chek xati, yuk xatini ham qilib beramiz. Bemalol olib o'tib ketishlari mumkin. Tojikistonga, Sadoqatga deydimi, o'ziga qaysidir chegara ma'qul Udobniy bo'ladigan bo'lsa, chegaragacha olib borib beramiz. Qolavuchilarga kargolardan chiqarib beriladi, kargo pulini Ha, berishadi. kargoni pulini berishadi. Kargoni puli 100-150 dollar atrofida qo'shiladi. Atrofida bo'ladi. Zo'r. Shunday. Xo'p, bu ishimizchi aka? Bu ishimiz 330 ga 230 Aha. panda deb nomlanadi. Buni ham 4 dona tumbasi bor. Aha. Kalyonli xoni bilan pampers prujina narxi 4,5 million so'm aka. Demak, xudo xolasa prujinalar cho'kib qolmaydi, yana Yo'q, o'sha cho'kmaydi. xizmati Sifati zo'ridan. yaxshi, xudo Pampers xolasa prujina xizmati zo'r. yaxshi. Ranglarni behijolat tanlashaveradi. Rangini tanlasa narxi o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Yo'q, Pardasiga, remontiga moslab qilib berilaverar ekan. qilib berilaveradi. Mana O'zgarmaydi. o'zi bitta ham aka klientlari ko'p ekan. Juda ko'p odam to'xtab, qiziqib o'sha savdo ham qilib ketishyapti. Bunisi aka? Bunimiz 330 ga 230 Aha. pampers prujina, turetskiy dublonka material, moyishik, artib tozalasa bo'laveradi. Aha. Xom razmeri 80 ga 180. MDF xom pastlari MDFdan ishlangan oddiy aynali xon. Bol ishlash umumiy narxi 4,5 million so'm. Xuddi shuni rasvetkasi ko'k svetdagi narxi, bunimizda narxi razmeri ham bir xil. 230 ga 330 pampers prujina 4 dona tumbasi bilan 10 kishilikka mo'ljallangan 4,5 million so'm. 6 ta yostig'i bor. 6 ta yostig'i Ikki tomonlama ishlatishaverar ekanda Ha, yostiqlarda aka. yostig'i ham ikki taraflama. Ikki tomonlama. Keyin buni chiqarib turib yuvib ishlatsa ham bo'laverar Shunday ekanda. artib tozalasa Zo'r bo'ladi. ekan. Aha. Bundan keyin mana high-tech posondagi ishimiz bor. 230 ga 330. Aha. 8 kishiga mo'ljallangan. Aha. Bu ishimiz narxi 5 million 500 ming so'm. Pampers prujina, sifati yaxshi, turetskiy material. Turetskiy material, zo'r. Bu ishimiz bor. Chester poson 230 ga 330. Bu MDF xoni bilan 5 million so'm chiqadi. Bu ham pampers prujina. Pampers prujina. Sifati yaxshi Aha. buni ham. Telegram silkasini qoldirsam, kirib yangiliklar ko'rib tursa bo'laveradi. Bo'ladi, bo'ladi. Aha. Endi aka bitta aytdingiz-ku, hozir zakazga chiqib ketadi. Qaysilarda zakazga chiqib ketadi? Zakazga chiqib ketadiganlarimiz, bolishli ishimiz chiqib Aha. ketadi. Nari chekkadagi ishimiz Aha. chiqib ketadi. Keyin bu yoqda delfin rangimiz chiqib ketadi. Buni ham bitta opa dogovor qilib ketdi deysiz, adashmasam. Ha, buni erta bilanda opa kelib dogovor Opa qilib ketdi. dogovor Yo'lda qilib bo'ydaligi uchun uyga mana syomkaga Aha. qo'ysak ham erta bilanda kelib menga qolsin dedi. Aha. Bu ishimiz ketadi ertagalikka Aha. Chinobodga. Narigi ishimiz Samarqandga Aha. ketadi. Bu ishimiz Toshkentga chiqib ketadi. Toshkentga chiqib ketadi. Deyarli yarmi sotuvda. Yarmi sotuvda. Shunaqa. Tayyor ham bor, so'ragan. Tayyorlari ham bor, xudo Aha. xohlasa. Keyin ichkarida mana bitta ishimiz bor. Aha. Bu hozirgi mana bu atamankalarni rasvetkalari, buni bu tarafi ham chamadoni bor. Aha. Ancha muncha ro'zg'ordagi narsalar kirib Sig'ib ketaveradi. ketaveradi. Ha, joylasa bo'laveradi. Yaxshi. Aha. Bunimizni aksiyada qo'yganmiz. Aha. Uzunasiga 530 ga 230. Aha. Narxi 5,5 million so'm. Mhm. Xudo xohlasa xizmati yaxshi. Laminant xoni bilan. Xoni ikkita bo'ladi. Aha. 2 metrdan o'sha 4 metr uzunligi bo'ladi. 20-25 kishi o'tiraveradi. 6 ta tumbasi ham bor. 6 ta tumbasi ichida. Oho. Xudo xohlasa. Bu ham yaxshi narxda behijolat qo'yilgan. ishlar, mana. Bu yog'imiz Kuxunlikni bog'i. Aha. Kuxunlik Yo'q, hammasi o. o'zimizdan. Xo'p, razmerga keladigan bo'lsak, hamyonbopidan boshlaymiz. Aha. Bularimiz 1,5 ga eni, uzunasiga 2 metr. Aha. Sandiqchalari bor albatta. Sandiqchalariga narsalar ancha muncha narsa joylasa bo'ladi. Bu tarafdagisi ham, bosh tarafdagisi ham ochiladi. Xona stoli bilan buni narxi 1 million 700 ming so'm. Buni agar sal kattarog'i kerak deydigan bo'lsa, 240 ga 1,5 mingimiz bor. Buni ham albatta sandiqchalari bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Sifatli, yaxshi ishlangan, yonlari DSPdan, kamzir, o'tirganda spinkalari yumshoq, machalkalay. 4 dona tumbasi bilan buni ham xona stoli, narxi 2 million 500 ming so'm. 2 million 500. Buni ham rasvetkalari bor albatta. bo'laveradi. Karishni desa karishni, ko'k desa ko'k, qaysi rangdan desa qilib beramiz. Undan keyingi bizga keladigan bo'lsak, high-tech usulda ishlangan bularimiz. Buni tumbasi 3 dona, katta-katta ishlangan. Buni yana bitta qulayligi, bu bo'lib ochilinadi. Sababi mehmon o'tirsa, odam bo'lsa, turib turing deyilmaydi. qulaylik tarafi shu. Buni ham xona stoli bor albatta.
narxlari buni 2 million 500 ming so'm. 2 million 500 ming so'mdan. Bu yoqda shu ishlarda endi rasvetkalari ko'rinishida farq qiladi. Bu kattasi, bir yana razmerini qaytarib o'taman. 1,5 ga 240, 3 dona pufigi bilan, xona stoli bilan umumiy narxi 2 million 500 ming so'm. Bu ishimiz 1 million 700 ming so'm. 1,5 ga 2 dona pufigi bilan. Bu 6 kishilik, narigilar 8 kishilik. 8 kishilik. Bu ishimiz ham mana shu 1 million 700 ming so'mlik, bu ham mana shu 6 kishilik. Hammasi bular xona stoli bilan birgalikda narxi aytildi. Yana bizga shu Telegramdan murojaat qilsa, yana boshqa rasvetkalari bor. Hamma ishlarni bemalol rasmlarni Tashqarida o'ng qo'ldagilarni ham tashqarida eng asosiy olib qo'ygan Xo'p, ishlarimiz aka, agar zakaz qilishsa, necha kun atrofida yetib boradi? Zakasimiz 3 kundan 15 kun atrofida. Sababi 3 kun tayyor ishlar bo'lsa, tezlashtirib beramiz. Noldan kutiladigan bo'lsa, ular 15 kun vaqt oladi. 15 kunda uyda bo'ladi. Bu ishimizga keladigan bo'lsak, xo'p, eniga aytib o'taman. 230 ga uzunasi 430. Bu panda deb nomlanadi. Bunimizning narxi 4 million so'm aka. Xona bilan. Xona bilan. Xona ham katta ekanda. Ha, xona ham katta. Xo'p, undan keyin mana high-tech usulda qilingan ishimiz bor. 230 ga 430. Sifati a'lo darajada, xizmati yaxshi, pampers burjina, kalyonli xona bilan buni ko'rishlaringiz mumkin. Bunimizning narxi 7 million 500 ming so'm aka. 7 million 500 ming so'm. Xonani o'zi ham qimmat. Ha, xonani o'zi ham qimmat. Keyin kalyonni aynan bu odam chiqsa ham ko'taradi, sifati yaxshi. Pufiglarni ham mana ko'ryapsiz, katta-katta. 50 ga 70 pufiglar ham. Sifati yaxshi, xudo xolasa. Undan keyingi ishimiz bu katta 20-25 kishilikka mo'ljallangan. Xo'p, eniga keladigan bo'lsak 230, uzunasiga keladigan bo'lsak 530 aka. Pampers prujinalik, MDF xona bilan 6 dona pufigi bolishi bilan birgalikda umumiy narxi 7 million so'm aka. Zo'r, mana yangilik qilib zo'r qilib qo'yish, mana qo'l qo'yadigan joylariga. Shunaqa, endi qo'ldan kelgancha harakat qildik. Yangiliklarda imkon qadar qildik. Zo'r. Bu nargi pandamiz rasvetkasi, karishli holatda esa buni bir samarqandlik opamiz sotib olgan. Xudo xolasa erta-indin buni chiqarib yuboramiz. Demak, etap-etap chiqarib beriladi klientlarga. Shunday. Zo'r. Xo'p, undan keyingi ishga keladigan bo'lsak, mana o ishimiz bor. Mana bular ham 4 million so'mdan. Aksiyadagi ishlarimiz, razmerlari 430 ga 230, 12 o'rindiqlik, 12 kishi o'tiradi. Xona stoli bilan birgalikdagi narxi 4 million so'm. Ramazonning hurmatidan Ramazon oyi ichi hamma mebellarimiz vodiy bo'ylab mutlaqo bepul dastavkasi Ramazondan keyin kelishilgan narxda. Ramazonda harakat qilib olinglar, Ramazonda ulgib olinglar shunaqa imkoniyatlarda. Endi aka dastlabkani aytadigan bo'lsak, dastlabki ham adashmasam 400 ming 500 ming atrofida. Hozirgi kunda tembolik gaz yo'q, shunaqa. Sizlarchi aka? Bunimizga narxiga keladigan bo'lsak, bunimizni nimasi, razmeri 430 ga 230. Pampers prujina bolishlik MDF xona bilan narxi 6 million so'm. Sifati a'lo darajada, xudo xolasa xizmati yaxshi. Keyin bunimiz ham 6 million so'm MDF xona bilan. MDF xon deb narigi oq xonda aytamiz aka. Kalyonli xon deb buni aytamiz aka. Oddiy xonimiz bu yerda aytadi, laminant xonimiz. Ha, bunimiz laminant xona aytiladi. Aka, endi bunimiz MDF xon bilan yarashiq bo'ladi. U xon bilan qo'yadigan bo'lsak, narxi 6,5 million so'm chiqadi. Lekin narigi xon bilan qo'yadigan bo'lsak, 7,5 million so'm chiqadi. Kelishgan holda bo'laveradi endi. Kelishilgan holatda. Klientlar so'rashiga qarab turib, tavsiya qilinaveradi. Narigi endi pandamizni rasvetkalari, buni ham ko'rishlaringiz mumkin. Bunimiz ham 4 million so'm, xona stoli bilan albatta. Razmeri 230 ga 430, 12 o'rindiqlik. Zimeka prujina, 4 dona pufigi bilan umumiy narxi 4 million so'm. Zo'r. Xo'p, undan tashqari mana yangiliklarda eng zo'ri bu yog'i ishmisan ish degani 2025-yilda trend ishlardan. Yangi ishlar, xudo xolasa. Pamperslik, spinkalari ham yumshoq buni. Bu pufiklari ham katta-katta. Turetskiy poson qilib ishlangan. Xon razmeriga keladigan bo'lsak, 85 ga bir donasi 2 metr, umumiy razmeri 4 metr. O'tiradigan odami 20 ta 25 ta odamgacha o'tirgizsa bo'laveradi. Narxiga keladigan bo'lsak, 8 million 500 ming so'm. MDF xon bilan bo'ladigan bo'lsa, 7,5 million so'm chiqadi. Xo'p, endi haligi yangi qurilgan kvartira domlarga ham yaxshi ekan-da aka, udobni olib kirishga, joylashtirgani. Bexijolat sig'ib ketaverar ekanda. Sig'ib ketadi, xudo xolasa. Bunimiz razmeriga keladigan bo'lsa 530 ga aka, bunaqasiga 230. Kalyonli xona bilan.
Endi bu oddiy xon bilan qo'yiladigan bo'lsak 5.500.000 so'm chiqadi. Farqi bor. MDF xon bilan 6.500.000 so'm chiqadi. Koloniya xoni bilan 8.500.000 so'm chiqadi. Chiqaveradi. Sifati yaxshi, o'ta ideal, chiroyli qilib ishlangan. Aha. Hop, undan keyingi ishlarimiz bu Chesterda aytib o'tdikmi, o'tmadikmi, yana bir qator Aytib aytib beramiz. o'tamiz. Hop, 230 ga 330 Pampers Purjina, Turetskiy Poson, Chester deb nomlanadi. Narxi 5 million so'm. Skromniy ishlangan ishimiz. Undan keyingi mana o'ta go'zal ishlangan ishlarimizdan bittasi. Hop, 430 ga 230. Xon razmeriga keladigan bo'lsak 85 ga 275 kolonli aynali xon bilan. Sidinani razmeriga keladigan bo'lsak, sidina razmeri katta 60 Pampers Purjina aka. Tumbalari 4 dona. Sidina ancha baquvvat, ancha muncha odam chiqsa bemalol ko'taradi. Sidinani baquvvatligida mana Sinovdan o'tkazsa bo'ladi. Pampers xotirjam xizmatini qiladi aka. Endi unga yosh kattalar chiqmaydi-yu. Endi bari sinovdan ko'rsatib beriladi. Yoshlar, yosh bolalarga shunchakalar shunchakalar chiqadigan chiqsa, bo'lsa, eshitma qilmaydi. ko'taradi aka, xudo xolasa. Narxini aytib o'tadigan bo'lsak, bunimizni narxi 7.500.000 so'm aka. Puliga arziydigan buyum narsa ekanda, olsa maza qilib ishlatishadi. Xotirjam uydagilar maza qilib ishlatadi. Bu ishimiz ham rosa go'zal holatdagi ishimiz. Bu ishimizni razmeri eniga 230, uzunasiga 430. Bolishli ish deb aytiladi. Pampers Purjina koloniya xon bilan, xon razmerini yana bir qator aytib o'taman. 85 ga 275 bo'ladi. 4 dona tumbasi bilan. Bunimizning narxi 7.500.000 so'm aka. Zo'r. Xo'p, bu ishimizga keladigan bo'lsak, bu ishimiz 230 ga uzunasiga 430. 430. Hop, 4 dona tumbasi bilan, koloniya xoni bilan sifati a'lo darajada. Bunimiz ham 7.500.000 so'm aka. 7.500.000 so'm. Endi bu tomondagilar xudo xolasa ketishga tayyorgarlik ko'radigan. Qatlarga ketyapti bu? Bittasi bergisi Qashqadaryo, orqadagilar Toshkentga ketadigan ishlar. Aka, keladiganlarga bitta manzilni zo'r qilib tushuntirib bering. Keladiganlarga yana bir qator aytamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumanidamiz. Musofirdagi yurtdoshlarimizga ham aytishim mumkin. Onlayn buyurtma qilsangiz bo'ladi, bemalol, xotirjam. Oldindan to'lov unaqa katta summa emas. Xohlang 10 million so'mlik mebel olsangiz ham buyurtma uchun 200 ming so'm to'lov qilasiz. Lokatsiya adresni, manzilni berasiz. Yo'l pulini albatta kelishamiz. Uyingizga mebel yetib borgandan keyin qolgan to'lovni xohlang uyingizdan, xohlang o'shoqdan turib onlayn to'lasangiz bo'ladi. To'lasa bo'laveradi. Bo'laveradi. Sizga nima ma'qul bo'lsa shuni qilamiz, xizmat. Ekranda nomerlarda Telegram, WhatsApplar bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Imkon qadar xudo xolasa hammaga chiroyli holatda qilib beriladi. Kelmoqchi bo'lganlarga lokatsiya ham tashlab beriladi. Akramjon aka, kattakon rahmat. Erinmay ma'lumot berganingiz uchun. Xudo xolasa manfaatli video bo'ldi. Yumshoq mebel olaman degan tanishlaringga, gruppalarga tarqatib beraverasizlar.